Adajon. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi qizim? Meni majburlab shu bolaga erga berdilar, Adajon. Kuyovingiz narkoman ekan. Nima? Sen uyga kiraver, ona qizim. Nima? Mani bitta qizimni hayot senga o'yinchoq bo'lib qoldimi, kuyov bola? Aybim bilaman. Siz bilan tortishgani kelganim yo'q. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Oilani saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyorman. Unda men aytgan joyga borasan. Mayli, baxtli bo'linglar bolalarim. Rahmat. Xo'jayin, eski qilig'ini boshlamasmikan bu narkoman? Boshlamaydi. Narkomanga kelsa 100% tuzalib bo'lgan. Iltimos, bitta top ber. Bitta top ber. Anaqa kelishmagandi. Ozgina sabr qiling. Biz sizni bu holatdan chiqib ketishingizga yordam beramiz. Yo'qol. Ket. Yo'qol. Mani yaraga tushib turmoqchisan. Kurs lecheniamiz to'g'ri. Keyin sizni davolab chiqarib olamiz. Faqat men dori ichmayman. Sanlar meni dori berib o'ldirmoqchisanlar. Xavotir olmang. Bizda hech qanaqa dorilarsiz bemorlarni davolaymiz. Rostdan sizlarda dori darmonsiz davolashadimi? Hayot rehab sentrimizda 90% bemorlarni dori bermasdan davolaymiz. Va bemorlarimiz bilan mutaxassislarimiz alohida shug'ullanishadi. Hayot rehab sentrimizda har bir bemor ruhan 100% o'zgarib chiqib ketadi. Birovni aybini ochib, axlatga tiqish hammani qo'lidan keladi. Lekin ayb qilgan odamga imkoniyat berish hammani ham qo'lidan kelavermaydi.